hammamizda ham ruhimiz qush kabi jismimizdan uchib ketadi. Men hech islamaga esimdan chiqmaydi. Xorazmda Volidai muhtaramasining tavalludida o'qiganman. Og'abeyda xalq artisti unvoniga sazovor bo'lishida Volidai muhtaramalarini xizmatlari juda ko'p. Bir odam aytgan ekan, nega ayollardan mutafakkirlar, buyuklar chiqmaydi desa, ayollar buyuklarni yaratadi degan ekan. Dunyoda shunday ulug' bir simo borkim, bu simo oldida biz hammamiz ham bir umrga qarzdormiz. Bu simo ona. Ona farzandga qalb beradi, sevgi izhor qiladi. Agar biror narsa bo'lsa balogardon ona 9 oy bizni ko'tarib, 2 yil ofishlab, kasal bo'lsak shifokor, yiqilsak madadkor bo'lgan bu ona hisoblanadi. Qaysi yoshga bormaylik, o kerilgan akalar, hammamizni ona tuqqan. Osmondan sangullab tushganimiz yo'q, yerdan qo'zi qorinday chiqqanimiz yo'q. Osmondan bitta yulduz ushsa aytar ekanki, kimdir qazo qildi der ekan. Agar o'sha uchgan yulduz kimnidir onasi bo'lsa, nega osmon qulab tushmaydi deydi. Bu onalarni yuksaklikka ko'tarib aytgan so'zi. Qaniydi ona, tabiat qo'lidan kelsa abadiy etolsiz seni umrini. Rozidim onajon, iloji bo'lsa senga qo'shib bersa mening umrimni. Bir kechalik Allang hurmati uchun 100 yillik umrimni bag'ishlasam kam. Ko'chirsam qalblarni qalblarga kuchim, qarzim uzilmasdan qolar shunda ham. Ona, mabodo bo'lsaydim zo'r haykaltarosh, senga yuragimdan yasardim haykal. Yo agar bo'lsaydim mo'yqalam naqqosh, surating chizardim berib ming sayqal. Ona, oralab qolibdi sochlarga oq. Ol meni sochlarim qoralarini, tishlaring tushibdi xo'rsinma biroq. Ol meni tishlarim saralarini, xiralashib qolmish ko'zlaringda nur. Ko'zlarim nurini olgin onajon, roziman xizmating qilsam bir umr. Yuragim qurini olgin onajon. Onajon, qaybirin olayin tiliga. Men uchun chekmading ni zahmatlar, dilingdan qaybirin ko'chiray dilga.
menga sarflading ne fursatlar. Oltinga teng edi har daqiqasi. Mana ona meni tashvishimdan sochlaringda oq sevinchu iztirob barchasi senga ozor bergan bedorlik charchoq ko'zingdan uyquni olgan kechalar rohatini buzgan sho'x beboshligim qalbing oliyjanob ekan bunchalar ko'zingni quvnatgan olov yoshligim bular hammasi qalbing harorati emasmi ona? Shular hammasi umringni zahmati emasmi ona? O'zing yemading, yedirding menga. O'zing kiymading, menga kiydirding. Gavhari shamchiroq tuyuldim senga. Go'yo atrofimda aylanib yurding. Muqaddas insonsan ona, ulug' insonsan. Aslida insonni yaratgan ona. Zamonga murabbiy, zamonga jonsan, olamga nuru ziyo taratgan ona. Rahmat.